40 yoshdan keyin homiladorlik serialimiz bugungi seriyasida Dubayga borib qanaqa analizlar topshirganim haqida aytib beraman. 4 ta farzandimdan ikkitasini Dubay shahrida yashagan paytimda homilador bo'lib tuqqanman. Dubayda meni juda ham yaxshi ko'rgan sevimli o'zimni doktorim, ginekologim Yuliya Burmagina. 5-farzandimga homiladorligimni bilishim bilanoq konsultatsiyaga oldindan yozilib qo'ydim, chunki ularni oldiga konsultatsiyaga kirish uchun 2 oy oldin yozilishi kerak. Bu analiz Toshkentda hech qayerda qilinmas ekan. Hamma biladi, 40 yoshdan keyin homilador bo'lgan ayollarda farzandining har xil genetik kasallik bilan tug'ilish ehtimoli balandroq bo'ladi. Analizda 22 xil genetik kasalliklarni ko'rsatib beradi hamda bonus bilan 8 haftaligida farzandingizni qiz yoki o'g'illigini ham bilib olasiz. Bu paytda homilam 8 haftalik edi. 5 kundan keyin analiz javoblari meni pochtamga keldi va olgan javoblarimdan biz hayratda qoldik. Nima deb o'ylaysiz? Qanday javob olganman? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu haqida keyingi seriyamda gapirib beraman.